Assalomu alaykum barchaga hurmatli gul ishqibozlari. Xo'p, bugun 7-dekabr haftani yakshanba kuni. Bugunga kelib teplitsamizda holatlarini ko'rsatib o'taman. Va bugungi ko'rsatadigan videoyim bir sotik teplitsaga qanday qilib ataplena qilish. Chunki meni boshimdan ham ko'p o'tgan, teplitsaga qanday ataplena qilishlarni ko'p kuzatganman. Shuning uchun qanday qilaman deganlarga hozir bir chekkadan ko'rsatib o'taman do'stlar. Xo'p, bizni bu teplitsamiz 0.72-0.8 sotik. 1 sotikka ham yetmagan, lekin kichkinagina, shinamgina faizli teplitsamiz. Hop, mana hozir sizlarga ataplenadan boshlayin. Koteldan boshlayman hozir ko'rsatishdi. Mana do'stlar, biz mana bunday kotel olganmiz. Narxi 4,5 million so'mga tushgan bu kotelda. Nihoyatda ekonomik ekan. Bunga mana bunday 32 lik trubadan ulab teplitsaning ichiga kirgizib yubordik. Yo'qqa podachi ketib, podachi bitta trubadan pastga obratkadan tushib kelyapti. Yana ketyapti-da. Bitta podachi kelyapti, bitta obratkadan qaytib kelyapti. Bu yoqdan. 3 ta shunday qilib qo'yganmiz. Uklon bilan qilingan, bitta sirkularni motor ham qo'yib qo'yganman. Bu agar svet o'chib qolsa ham o'zini holatida ham suv aylanaveradi. Xo'p, mana kotelga keladigan bo'lsak, bu kotel nihoyatda zo'r ekonomik ekan. Yasaganlarga rahmat. Anjon yasayapti ekan. Hozir ko'rsataman buni yonishini. Mana yonish. Hozir yaqinda yoqdi. Hop, gradus 65 ga qo'yib qo'yganman. Hozir o'chadi, mana shu 65 ga kelib qopti. Bitta rashirini bochak qo'ydim. Buni o'zim montaj qildim. Hech qanday haligi santexniklarsiz. O'zim bu yoqdan ko'rib. Mana bochakka suv quyiladi. Endi biz suv quyganimiz yo'q. Sistemni qilib yuborganman. Suvni u yoqdan kiradigan qilib, hozir ichkarigi holatini ko'rsatib o'taman. Ha do'stlar, ichkarigi holati hozir ko'rsatib o'taman. Juda oson. O'zingizning qo'lingizdan keladi. Yasash. Mana podachi kelgan. Uklon bilan kelgan. Bu yoqqa ketganda 40 lik trubadan bu yerdan qaytgan. Isib yotibdi. Bitta sirkularni motor bilan ulab qo'yganmiz. Xullas, обычный oddiy holatda teplitsa. Haligi nima ataplena bo'lgan, lekin isishi juda zo'r. Nihoyatda zo'r. Kimga pechka yoqib, apelka yoqib zerikkanlarga mana shunday qilishni tavsiya qilaman do'stlar. Mana trubalarimiz o'zimiz aydan-baydan navesdan ishlab chiqqan trubalar. Mana uni o'tgan yil olgandim, 50 lik truba. Mana trubani 1 yil oldim, 40 lik truba. Shunday qilib eplashtirib oldim. Ilgari mana sistemada edi, shu pastda turgan uydagi gazli koteldan kelgan, lekin rasxod juda ham ko'p edi. Xo'p, sovuq suv kelgan, bitta kran sovuq suv kelib, sistemaga kirgizib yuborganmiz. Shuni ham aytib o'tayin. Mana sovuq suv. Shunday ochsangiz, sistema to'laveradi. Uni rashirinni bachokdan quyib o'tirmaysiz. Shunday do'stlar. Kimga qilgan isitish ataplenam yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar. Kichkinagina teplitsaga bo'laveradi ekan mana shu 6 ta truba zo'r isitishi.